Bum 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 Moskva ko'chalari orqamda turgan Alfa Bank yuraklari ham bum bumlatib yubordi do'stlar. Bu video maksimallarga like bosib tarqatib qo'yishni iltimos qilaman. Nimaga? Mana shu mart ichida men Alfa Bank karta oldim va turk o'tmasdan kartam 223 ming rubl bilan blok bo'lib qoldi do'stlar. Men shu 3 kundan beri men qatnayapman. 3-kuni va pulni sinovat qilishga ulgurdim, lekin 10.800 rubl menga komissiya oldi, ya'ni nalichka qilib berish uchun. Sberbanklar yoki boshqa banklar menimcha unaqa darajada bo'lmasa kerak, lekin Alfa Bank birinchi marta oldim va srazu kartam blok bo'ldi. 10.800 rubl. To'g'risini aytganda men juda ham achinarli holat. Ko'zlarim shunday ochilib ketdi, shostolday ochilib ketdiki, bu pulni qanaqa qiyinchilik bilan topganmizda, majburman bu pul men kerak uchun shu 10.800 rubl komissiya to'ladim. Atak bes komissiya olish uchun qachonki kartangiz blok bo'lar ekan, 1 oy kutsangizga 1 oydan keyin bes komissiya olasiz ekan. Meni vaqtim yo'q va pul menga juda ham zarur uchun to'ladim. Shuning uchun maslaga eslatib qo'ymoqchiman, bekorga video olayotganimiz yo'q. Alfa Bank ishlatadigan do'stlarimiz, kartalarga ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha mana rasxodlarni, meylik rasxodlarni ko'paytirsangiz kartalaring blok bo'lmaydi. Ya'ni qanday? Troyka masalan, avtobus yoki magazinlarga kirganda melichok 100 so'm, 200 so'mlik rasxodlar mana shunaqa narsa ko'proq qilsalar blok bo'lish ehtimoli juda ham kam ekan. Men ofitsialni ishlardim, dokumentlarni hammasi beton, fundament, lekin shunga qaramasdan kartam blok bo'ldi, shuncha rasxod 10.800 mana shu achinarli uchun sizlarga bu video avrashini qo'yib qo'yapman. Maksimal darajada videoni like bosib tarqatib qo'yishni iltimos qilaman. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Sog' bo'lasizlar.